Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Biz bugun şu Nuriyadagi jamoat uchun shu masjid setib olgan vaqt qisqab qoldi. Bu Mariyalikka setib ketishning oldida setib ketishni oldini olish uchun vaqtida shu jamoatimizni qilinish uchun bugun shu bizningki Sasporovdagi peshqadam cho'nglarimizni qanday bilan Qurban Yakkash ishkisi hem özleri ixtisosiyatdan shu masjid olgan xizmatimizga yordam qilgandan siz bugun xizmatlik vaqtini chiqarib bugun biz shu cho'nglarning yetaklik ichida shu Sasporov bilan Frederikstadda yashayotgan shu jamoatimiz qarindoshlarimizni uyiga kirib shu masjid olgan xizmatni yaxshi qilib shulardan shu yordam qilganini degandek shu xizmatlarni qildik. Bugun hozir soat 9 bo'libdi. Biz avval soat 6 dan boshlagan shu shunday jamoat aktivlarimiz bugun shu xizmatlarni qildik. Hamda Assalomu alaykum hurmatli jamoat. Mana bizning Shazbukda va Federstadda qo'limizdan kelgancha jamoatimizga yordam beramiz. Masjid olishga biz qo'llaymiz. Hammalarga qo'llashinglarni iltimos qilaman. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum jamoat bandalariga. Bu Nuriyada bir jamoat setilish ishini shu biz aytayozdi boshlagan. Şunun yakın Nuriyat her bir kurbatkan şehirdeki qarindoshlarimiz shunchalik o'zining qimmat vaqtini chiqarib, 2 soatdan chiqarib ko'p rahmat. Shu oldimizda shikapni oldida biz jiddiy bir yig'in ichib shu Rigada bir masjid setib oladigan bir o'rin chiqib qoldi, bir yaxshi o'rin. Shuni buni jiddiy tutish qilmasak, bu setilib ketishning oldida shuning uchun shu Nuriga turayotgan qarindoshlarimiz, har bir Nuriganing shahrida turayotgan qarindoshlarimiz o'zimizning mas'uliyatini ham majburiyatini ado qilish uchun shu yerdagi Uyg'ur qarindoshlarning uyiga kirdik. Bu masjid setib olishsa qanday ko'z qarashli bo'lisizlar, avlodlarimiz uchun buning uchun bir foydasi bor ekan. Chunki bu masjid emas, ham masjid ham o'zimizning nurg'ulgan faoliyatlarda elib turayotgan bir o'rin bo'lgandan keyin jiddiy tutishganda uyutirsak shunchalik yaxshi qarshilab oldi. O'zining qo'lidan kelishcha iqtisodlarni yordam qildi. Ba'zilari shu 15 kun ichida hisobot numarimiz urib turgan bo'ldi. Bu ko'pchilikka ko'pdan ko'p rahmat. Uyga kirib avara qildik. Bizningki bu Farruq qarindoshimiz bizni avara bo'ldi deb qayib ketdi. Bizningki bu qilish ham majburiyatimiz ham mas'uliyatimiz deb qarayman. Shuning uchun jamoat bir tezdan tutish qilib shu masjid setilishimiz uchun az pulu bo'lsa yordamda bo'lishinglarni chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Hamsa Qurban Yakkash Nuriyat jamoatining o'zim shaxsiy mandan sizlarga rahmat aytman. Shunday yaxshi men ta'sirlanmaganlar, shu Nuriyaning qo'ng'ir bo'lib, men sizlarga shunday yaxshi ulgu bo'ldinglarga. Sizlarga rahmat. Hamsa bundan keyin yana bugungi o'xshash xizmatimizni davomlashtiramiz. Bu xizmat faqat Sasporov Frederikstad to'xtab qolmaydi. Boshqa shaharlarda Mostaydi, boshqa Nuriyat boshqa shaharlarda ham bugun qanday xizmatlar bo'ldi, jamoatlarning oldiga berib, shu masjidningki iqtisod yordam qilgan boramiz. Ham shu butun Nuriyatga va yoki Nuriyatning sirtidagi qarindoshlarimiz yordam qilishini umid qilamiz, ishimizni qo'llashini umid qilamiz. Eng oxirida hammalarga salom, shu vaqtlar xayrli bo'lsin. Allohga emanet.